bandalar bu sharmanda bo'linadigan kun. Onasining oldida sharmanda bo'ladi. Otasining oldida sharmanda bo'ladi. Do'stlarining oldida sharmanda bo'ladi. Maloikalarning oldida sharmanda bo'ladi. Eng yomon sharmandalik Alloh azza va jallaning huzurida sharmanda bo'ladi. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mo'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Og'zingizni muhrlab qo'yadi Alloh taolo. Al-yawma naqtimu ala afwahihim. Bugunda deydi Alloh taolo, og'izlarini muhrlab qo'yamiz. Har qanday muammodan, so'zga burroqligi, so'zga ustaligi bilan muammodan chiqib ketadigan odamlar og'izlariga muhr uriladi. Hammaning og'ziga muhr uriladi. Alloh taolo aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna." Oyog'i aytadi, men bilan falonchaga borib gunohni qilgan. Qo'li aytadi, falonchini urgan, falonchini haqini tortib olgan. Ko'zi aytadi, men bilan falon ishni qilgan. Quloq aytadi, zinoni fahshni eshitgan. Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni. Shunda ular aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna." Qalu antaqana Allohu allazi antaqa kull shay va huwa khalaqakum awwala marra va ilayhi turja'un. O'zini terilari ziyoniga guvohlik beradi o'zini. Shunda aytadi terilariga: "Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar?" deyishganida terilari javob beradi. Ma terini gapirishni tasavvur qila olasizmi? Til jag'i yo'q, lekin Alloh gapirtiradi. Alloh hammasiga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmi zinoga? O'sha qo'lingiz bilan qilyapsizmi zulmni, harom ishni? Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar deyishganida terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarilursizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Bir kun qaytib boramiz. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga ketishlikka tayyorlanib turibdi, shod-u xurram. Ikkinchisi jahannamga ketishlikka tayyorlanib turibdi. Xavotirda, afsus nadomatda. Bu ikkisining ahvoli bir xil bo'ladimi? Ertaga keladi o'sha kun. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. Ikkalasi barobar bo'larmikan ahvoli? Ikkiga bo'linadi, bir toifasi jannatga, bir toifasi jahannamga haydaladi. Eshitamiz. Va kofir bo'lgan kimsa to'da qilinib jahannamga haydaladi. To qachon ular jahannamga ketib kelganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga dedi: "Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan